Assalomu alaykum aziz hamyurtlar vatandoshlar. Sifatli avtobusda kimda kim ketmoqchi bo'lsa, jigar videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Sizlarga kerakli, foydali narsalarni aytib o'taman do'stlar. Ko'rib turganlaringlardek davlat tomonidan qo'yilgan Primoy Res Uzavtotrans transportlarimiz mana Toshkent avtovokzalidan to'g'ridan-to'g'ri amalga oshyapti. Kimda kim Toshkent shahridan Primoy Moskvaga, Samaraga, Penzaga, Rezanga, Kazanga, Nabережный Челны, Nijnekamskiy, to есть Toshkent shahridan, O'zbekistondan Primoy Rossiyaning barcha shaharlariga ketayotgan reysiy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa hamda Rossiyadan vatanga qaytmoqchi bo'lgan fuqarolarimizga tavsiya qilamiz do'stlar. Ekranda ishonchli raqamlarimiz do'stlar. Telefon qilib bemalol batafsil ma'lumotlarni operatorlarimizdan o'rgansanglar bo'ladi. Avtobusimizga kelsak, Yuton avtobusimiz 51 ta mestasi hamda 2 ta shofer, bitta stajyorigacha bor. Har 4 soat, 5 soatda almashib haydashadi do'stlar. Zamonaviy zamonbob avtobuslarimiz haftada 4 marta dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlariga qo'zg'aladi do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilinglar do'stlar.